1000 qatim o'ylashgandan bir qatim qo'lsilib qilganga yetmaydi. 10 qatim tiklangandan bir qatim amaliyotdan o'tkazganga yetmaydi. Bir qatim yiqilish ko'p qatimliq bekor yurishni besib tushidi. Real turmushda nurg'un kishilar nomrodlik sababini hamisha tashqi omillarga yig'inchaqlaydi. Masalan, jon tikib erishmaguncha yetarli boyligi yo'q deganga o'xshash. Amaliyotda qarmoqqa nihoyat o'rinliqda ko'ringan bu omillar nomrodlikning sababi emas, balki nomrodlikning natijasi. Siz nomrod bo'lg'achqa bularni ishlatmaysiz. Harvard universitetidan kelgan bir tadqiqot bizga sizni nomrodlashtirib o'tadigan 9 xil sababni ko'rsatib berdi. Bu filmni ko'rayotgan vaqtingizda sizning qaysi xil turga kirdiganligingiz ustida fikr yurgizib beqing. Birinchi sabab keyniga so'zish. Keyniga so'zish nurg'un muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan, ammo o'z harakatida ko'rsatilmaganlarning eng yaxshi bahonasi. Ular o'zini harakat qilmaganlik emas, faqat vaqtincha harakat qilmaganlik deb qaraydi. Shunga o'zimi bilib bilmaydi. Nurg'un ishlar keyniga so'zish sababidan mangu tamomlanmagan. Plan nihoyat mo'l, ijro qilish tuyg'usi kuchli. Nurg'un vaqtda keyniga so'zish va g'ururlikdan o'zini qochirganlik deb qaraydi. Dangliq mutafakkur Roland ilgari mundoq degan: "G'ururlik nihoyat g'alati narsa. U sizni rohat, farog'at, orom olishni baxт deb ko'rsatadi. Lekin amaliyotda uning sizga olib keldig'ini zerikish, charchash, tushkunlikdir." Ikkinchi sabab shikilni bir qaror kelanmaslik. Nurg'un kishilar igilik tikliganda yoki biror planni ijro qilganda, hamisha shikilni biror qaror kelanmaslikdan doim andish qiladi. Amaliyotda qaramliq bilan selishtirganda shikilni bir qarorga kelanmaslikdagi sabab shuki, xatolik sodir qilishdan qo'rqish. Xuddi o'xshash bir qarorga kelolmaydigan kishilar mayli boshqa jihatlarda qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, hayotlikdagi musobaqada nihoyat osonlik qat'iy kishilar tomonidan siqilib chiqarildi. Uchinchi sabab qizg'inlik. Bunda kishilar planni qalbida tunjuqtirib qo'ydi. Holbuki birdamlik qizg'inlik odamning o'z fikrini o'z harakatida ko'rsatadi. Ammo ularning eng cho'ng kamchiligi shuki, ularda izchil davomlashtirgan ro'yi holat kamchil. Masalan, nurg'un kishilar igilik tiklashga boshlaganda qizg'inlik va ulug'lar g'oya, jasurona iroda bilan to'lib toshgan. Lekin vaqtning o'tishi va qiyinchilikning ko'payishiga ergishib, ularning qizg'inligimi shuning ergishib, birdamlik qizg'inlik sababidan yo'qolib ketadi. Kishilar biror ishda muvaffaqiyat qozongandan keyin elib keladigan xushallik va muvaffaqiyat tuyg'usini his qilib yetolmaydi. Dunyodagi 80% mag'lubiyatning hammasi bu xil sabab tufaylidan yarim yo'lda to'xtab qolishdan kelib chiqqan. To'rtinchi sabab rad qilishdan qo'rqish. Rad qilishdan qo'rqish bir tarafdan ishonch kamchil bo'lish masalasi. Yana bir tarafdan g'urur ojiz bo'lish. Biz kishilik munosabatda his qilgan azoblarning hammasi rad qilinish bilan munosabatlik. Ba'zilarning g'ururi intoyin kuchli bo'lib, boshqalar tomonidan rad qilinishni yuzi tushib ketish deb o'ylaydi. Hamisha boshqalarning o'ziga bo'lgan pozitsiyasiga diqqat qiladi. Masalan, siz qarshi tarafga kulimsirab qarasangiz, qarshi taraf sizning nazaringizdan ayrildi. Yoki siz g'ayratga kelib, qarshi tarafga biror undidor yo'llagan bo'lsangiz, qarshi taraf nihoyat uzoq vaqtdan keyin sizga qisqacha javob qaytardi. Faqat nishon natija yetakchilikka ko'ngil bo'lgan odamlarla sizning nazaringizda cho'qim tomonlashingiz zarur bo'lgan ishlarni o'rindaydi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, bir odam qancha ko'p narsaga erisha olmagan sari, shuncha arzimas, yuz obro'yi va kichik g'ururga esilib oladi. 5-chi o'z-o'ziga chap qo'yish. Bu o'zining yo'shirin kuchini o'ltirishdagi tub sabab. O'ziga chap qo'yadigan kishilar doim bundoq deydi: "Men ayni qilmoqchi bo'ldim, lekin qila olmasligimdan qo'rqaman." Chunki BCD qatorliq har xil sabablar tufaylidan ular bu ishni qilishdan burun o'zini inkor qildi. Hamda o'zi uchun tirikchilik ko'rsatmaydigan bir muncha sabablarni kelib chiqdi. Barliq sabab va mag'lubiyatning hammasi o'z-o'zini cheklaganlikning natijasi. Ular boshqalarning bishorati yoki o'zining ilgirki bir taraflama turmush tajribasiga bo'lgan tonish asosan ko'nglida o'ziga bir chambar bekitib, eng oxirida o'zini bu muqim chambarga solib qo'ydi. Sakrab chiqib ketishga jur'at qila olmaydi. Hatto azaldan sakrab chiqib ketishni o'ylab boqmagan holda bundoq bir jumla so'zni esda saqlaydi. O'z-o'zini cheklagan kishilik hayot ondan barliq mumkin bo'lgan kishilik hayot bo'ladi deb o'ylaydi. Oltinchi sabab reallikdan o'zini qochirdi. Reallikdan o'zini qochirgan kishilar odatda tövandagidek 5 xil aloyidalik ega. Birinchi, doim uxlamay tush ko'rdi. Ular reallikda o'ziga tava bo'lgan kichik dunyoni barpo qilishni yaxshi ko'rdi. Ikkinchi, xiyolga kelgan ochiq so'zlashni yaxshi ko'rish. Ana shunday bekor talab turmush ichida yashaydi. Uchinchi, o'yin va romanga berilib ketish. Chunki ular sizni sirliq, cheksiz dunyoga boshlab kirdi. Real turmushdan o'zingizni qochirdi. Hamda u yerdan ustunlik tuyg'usini izlaydi. To'rtinchi, real dunyo nihoyat rayimsiz. Beshinchi, iniqsiz muhitga yuzlanolmaslik. Chunki o'zingizga barpo qilgan xom xiyolingizdan bexatarlik tuyg'usi va mavjudlik tuyg'usini topa olasiz. Yettinchi, bahona izlash. Joliqlarning inkosi o'zini qo'llash uchun bo'ladi. Agar odam qiyinchilik uchirsa yoki xatolik o'tkazsa, birinchi inkos doim o'zini oqlash orqali o'ziga bahona izlaydi. Chunki bahona izlash eng oson amalga oshirg'il bo'lgan ish. Buni qilganda o'zining mag'lubiyat tuyg'usini yo'shirib qolmasdan, balki uningdan o'ziga tasalli beradi. Bahona izlashga amrak kishilarni topqili bo'ldi. Ularning hammasining bir o'rtaq aloydiligi bor. U bo'lsa-mu kuchli kasbchilik yo'q. Mustahkam e'tiqod yo'q. Shunga besimga qiyinchilik qo'yilganda ular mas'uliyatni ustiga ololmaydi. Ham ustiga elishni xohlamaydi. 8-sabab qo'rqish. Qo'rqish insonlarning eng ibtidoiy hissiyot hayajonlanishi. Qo'rqishning manbasi noma'lum kishilarning xizmat va turmushda nurg'un iniqsiz qo'rqinchlardan keladi. Masalan, rahbarlarning tanqid qilishdan qo'rqish, boshqalarning o'zini ko'zga ilmaslikdan qo'rqish, ishni vujudga chiqara olmaslikdan qo'rqish, boshqalarning o'zini baholashidan qo'rqish, xatolik o'tkazishdan qo'rqish, o'zining tirishchiligining tegishli javobga erisha olmasligidan qo'rqish qatorliqlar. O'zining tirishchiligining tegishli javobga erisha olmasligidan qo'rqish qatorliqlar.
Chunki ular haddidan ziyoda qo'rqib ketganlikdan harakat qilishga petin olmaydi. Amaliyotda aqli ojiz bo'ldi. Mag'lubiyat tuyg'usining eng oxirgi bir sababiga qarata o'rganishni rad qilishni xohlamaydi. Nurg'un kishilar o'rganishni zehniy kuch, kalla isrof qilishdan derak beradi, shundaqla aslidagi o'zini o'zgartirishdan derak beradi deb qaraydi. Ularning qalbida o'zi o'sib yetilish uchun uzluksiz o'zi bilan kurash qilishga to'g'ri keladi deb qaraydi. Unda ko'p azoblangandan ko'ra uyda o'tirib, o'yin o'ynab, kino ko'rib, o'xshash yoshliklarning psixikasining sizningdan yuqori ekanligini ko'rgan yaxshi. Do'stlar chambarida o'tsinsa, kishilarning bir xil ta'la kelmay qoladi deb his qilish. Azaldan atdigandan kechkish shafaqmagan, yerib charchagan holda uyga qaytgan odam ma'nisizlik his qiladi. Ko'p sondagi kishilarning ma'nisizligi asosan qo'rqitib. Bekor yurgandan o'rganish bir maydon umrlik inqilob. Masalan, o'qishga tirishchanlik qatorliqlar. Albuki ular muvaffaqiyat qozongandan keyin yana o'zini umr bo'yi o'rganishni har vaqt eslatib turdi. Davrning taraqqiyotiga ergashib, ba'zi o'ziga xos odatlar bizning qarshimizni cheklab qo'yishi mumkin. Ko'z qarash muqimlashgan hamon bizga salbiy ta'sir etadi. Biz masalalarni ko'p nuqtadan qayta mulohaza qilmaymiz. Harvard universitetining professori Joyce Matler bizga igilik tiklashdan iborat yangi qarashni turg'izib, puxta harakat qilishni eslatdi. Boy bo'lish uncha ta'sis emas. Boy bo'lish uncha ta'sis emas. Faqat siz tirishsingizlar. Eng oxirida ko'pchilikdan bu sin ko'rinishni ko'rib bo'lgandan boshlab, kishilik hayotining borgan sari yuqori ko'tarilishini umid qilamiz.